Mana makiyaj videomni ko'rmagan qizlarning ahvoli mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, lutchi mana makiyajlarimni ko'rib, yaxshigina bo'yanishni o'rganamiz. Bilasizlar, men tabiiy makiyajni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun birinchi bo'lib o'sha butter baza olib va CC krem suraman. Bu shunaqa prozrachniy turadi. Lёгкий, yuzingizga hech nima yo'qday, даже izi qolmaydi. Keyin qoshlarimni prosta tak taradim, chunki o'zi xuddi terilganday, lekin termaganman qoshlarimni. Keyin rumyashka surib va Dior highlighter surdim. Buni qaranglar, уже yuzim avtomatiski svejiy bo'ldi. Keyin ko'p kishi kiprigingiz narashkami deydi. Yo'q, o'zimning kipriklarim uzun-uzun. Kabaret tush qilganimdan keyin vashshe uzun bo'ladi. Buni qaranglar, vashshe chotki, даже narashka ham kerak emas. Dальше ko'p kishi labingizga nima surasiz deyishadi. Ho'y, labimga 3 tonna narsa suraman. Ketdi. Birinchi bo'lib Lily Kay, keyin Prorence qalam olaman. Uni ham ichlarini to'ldiraman, labimni millimetr podarik qilib. Keyin mana shunaqa pomada olganman, bejevый 01. Qayerdan olganim esimda yo'q, lekin bu vashshe defitsit pomada. Topsalaringizlar shunaqa rangdan topinglar. Keyin Lux Visajdan shunaqa необычный blesk sotib oldim. Vashshi ham arzon do'stlar, ham shunaqa siyat qiladi. Buni qaranglar. Vashshi chotki, как будто бы botox qilganday. Keyin Kiko bleskni olib ustidan suraman. Bu вообще yaltiratadi. Do'stlar, mana har kunlik makiyajim shu. Sizlar ham qilib ko'ringlar.